Şifalık yağmur Sunjang bilan Geltapan Dayzong qandaq tunuşup qaldı? Subuyda haqida. Subuyda nomli asarda bu yerdagi Sunjanglik Yanposhini o'ltirib qo'ygandan keyin Jangjo'ga palinib bu yerda mangdi. Bu vaqtda yo'lda boshda buni Yangshan ko'ldikilar buni qutqizib, bu Sunjang ağa Yangshan aytishibdi, lekin bu yerda Sunjangning qattiq bu esyanchilik qo'shilg'isi yo'q, qalding sandir degan. Şunu bilan bu yenila bu yerga ketma deb turib oldi. Endi bu yerdagi Chavgay ubular buning gapini jirmay bo'ptilar. Kes shuna bu adash deb. Shuni bilan bu yerdagi Vuyong endi bu Sunjangga endi bir yaxshilikga javob qaytarib bir parcha xat qilib turdi. Shuna bu endi ma xatni epasdan bu yerda Dayzong deb bir odam bor. Mening burunqi ham sabaqdashim nayt biz yaqin o'tgan. Çoxum yüzümni qildi deydi. Endi qarasaq bu yerga Dayzong bu xatni ko'rgandan keyin Sunjangni voy danshaga deb buni nayt ehtirom, hurmat bildirib, nayt yaxshi muomala qildi. Bundaqda bu yerdagi Vuyongning Dayzongning oldida shundaq yuzi cho'ngmi? Buni shundaq cho'ng bilamdi. Nemishqa? Endi mushay qarasaq nurg'ullar nayt yoqtirdigan amroq yeni bir palvon Qarquyun Likuy o'tirib chiqdi. Likuy Jijo'da burun dushchaklik qilib odam o'ldirib qo'yib qechib kelganlik uchun bu yerda Dayzong buni ep qilib yuz bugunxonni bir ishiltib, bir kichik bo'lsa-mu buning bir xizmat bergan, chiqish yo'li bergan. Undaqda bu yerda Dayzong bu Likuy bilan tunishiblar, bu yerga Likuyning nima ish qilib qoldi? Meningcha buning bundaq ikki xil ehtimolligi bor. Birinchidan, bu yerga Likuy bu Dayzongning o'zining burun hayotiga nayt o'xshab ketgan bo'lishi mumkin. Bu yerga Dayzong Likuyning burun qishlarini bilganligi, adam o'tirib bu qilgan bir taskin qolganligini bilgandan keyin o'zining shundaq bir kunni boshdan kechirganligi, shu vaqtda biroz bir boshpana bo'lsa o'ptika deb nayt bir tashna o'g'illigini xiyol qilib, uni bu yerga Likuymi xil botir o'g'ankin bo'pti ep qilib, buning bir yaxshilik qilib qo'ysam qilib qo'yay, jamiyatda nomim qala deb yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, endi bu Likuy qarmoqlar nayt kuchtingir, batur, qo'rqimsiz shunami unda qo'yganki bu odamdan cho'qim keyingi bir kunlarda menga yordam tegdi. Likuyni shuning uchun bu yerda ep qolgan. Endi bu yerda Likuy nayt qo'pol, lekin ko'ngli intayin tuz. Yolg'on gapirishni o'qimaydi, og'zini nimkas shundaydi. Ya'ni mijoz bir yilgalikmi yo'q, bir o'g'ildochilik bor bo'lganligi uchun Dayzongga xil yiqib qolgan. Lekin endi bu Likuy ep qolganga, yiqib qolganiga Dayzongning og'iz burnigacha to'yg'izib. Ya'ni oldi bilan bu yerga bu Dayzong bu Likuyga teppagan bu xizmatni Likuy yaxshi qilmaydi. Kundi Kwangong Күні bu zindanga kelmey vatqan bu yergilarga vaqirab, jaqirab qo'yib Dayzong bo'lmasa, Dayzongda muxori üstün budan. Asli xaqsan ata-atan xizmat teppagan keyin seni qutqizib, bu yerga xizmat oddiy olsun, kichik olsun biz yaxshilashimiz kerak. Shundaqmi? Endi bu Likuy ham qarsak nayt mayxur, kashki mas'uliyat haq bilan urushdi, jadal chiqirdi. Masala saq vaqtida bu Likuy bir qimavaz Keşke onundan pul sorab, bunundan pul sorab, doğu tikip, tutturup onunsiga tali kaçmadım. Hem de bu gündüpay tutsa bunun maaş taylık, şunu olan yel Dayzongdan qarz aldı, yel onundan qarz aldı, bununla qarz vermiş, Dayzongdan namını setip turup qarz aldı. Hem de bu bir yer tutanmay, futturiyli vergenki xaqma pulunu qaytıranmaydı. Şunu olan bu yerdekiler Dayzongni izlep, bu Dayzongdan beşini ağırtırdı, hıcılık qıltırdı, şuna mı? Xuddi ma ameliyatda biz ma'lum bir do'stimizga yaxshilik qilib, dambavlib bir qarzni elishib bersak, qarzni elib u xashlaydi, raytini ko'rdi, qarzni qaytarmagan vaqtda bankidan to'xtamay bizga telefon qildi, pul so'rab, shunami? Og'inan pulni qaytarma deysan, dambavlib degansa aqlay shaqlay deb. Mayatki Dayzongning kunimi naq mashinaga o'xshaydi. Endi bu Dayzongga nimildimgan bilan zindan begin. Mijoz xarakterdan qarsangiz o'zini tutib olgan, xil yuzda biroyni oyaydigan odam. Shuning bilan bu Likuyning poqini bu adolatli yuriydi. Allohning bu Likuyning qarzini qaytarayotgan, boshqalardan jadal chiqsa apu so'rayotgan. Likuydan tuyibmi ketdi Dayzong hozir. Qarsak mushakcha bu Likuyning Dayzongga ep kelgan foydasi yo'q, lekin zini bir talay. Endi qarsangiz bu Likuy bu yerda tunji o'tirib chiqishidilar, Sunjangning qishiqi bir qildi shunam alsam yenkipsa qarvay men pul urib tursam oldu pul urib tursam-chu bamsam tayg'ingni yeysa deb taz düşchaklik buni uraydi vatqa vaqtda bu yerga Dayzong kelib buni tursib oldi ham bu yerga Likuy deydi bu men san tunugin shundaq damlab bergan eliq Sunjang og'ang shu voy o'zing ayt bir ko'rsam bir gwanju qilsam deyotmam deb bu yerga Sunjangni maqtab turdi shuni bilan bu yerga Likuy daral voy tanishaga ko'zim ko'rkasin tunmay qeptimi deb alog'ini o'pitdi hamda qaranglar bu yerga Dayzong demişki üzünün qo'llasidagi Likuyga bu yerga Sunjangni nayt maqtab turdi. Hem Sunjangga ataydan buni tunishtirib qo'ydi. Dayzongning nima maqsadi va sizlarcha mushada. Az buni o'chib ketmaslik uchun birdan yaxshi yurganlarni aymanglar. Klassik asar qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Keyingi sonda mazmunning davomini davomli so'zlayman. Rahmat.